bunchalik bo'lishimga sababchi ota-onam va ustozlarim va akam. MMA bo'yicha 2 karra O'zbekiston va jahon chempioniman va sambo bo'yicha Osiyo va grappling bo'yicha 4 karra O'zbekiston chempioniman. MMA bo'yicha Abu Dabida bo'lib o'tgan jahon chempionatida faxriy birinchi o'rinni olganman. Dubayda 44 kiloda qatnashganman va Ukraina, Tojikiston finalda tojikistonlik raqibimni yengganman. Qiyinchiliklar bo'ladi, sabr, mehnat qilish kerak, kuch uchun mehnat qilish kerak. O'yin-kulgi hamma yo'ldan voz kechish kerak chempion bo'lish uchun. Faqat tromfka qilish kerak. Ustozlarimga rahmat deyman. Ustozlarim hamisha yonimda turadi, yutsam ham, yutkizsam ham. Faqat sportga qiziqaman, xudo xolasa oxirgacha sportni ketmoqchiman, xudo xolasa. Yurtimiz bayroqlarini ko'kka ko'taraman, xudo xolasa. Inshaalloh bu yil ko'p musobaqalarim kutib turibdi. Hammasida birinchi o'rin bo'laman, xudo xolasa. Maktab davomida, atigi 5 oy davomida xalqaro SAT sertifikatiga tayyorlanib, 1330 ballni qo'lga kiritdim. Bunda albatta maktabim sinf o'qituvchilari matematika fanidan Sevara Oktamovna va ingliz tili fanidan Ro'ziyeva Dilor opa katta hissa qo'shdi. Maktabimiz direktori Sevara Umaraliyevna ham biz uchun shart-sharoitlar yaratib, o'quvchilarni ta'lim olishga katta hissa qo'shdi. Bu natija bilan men hozir prezident qaroriga ko'ra o'zimizning davlat universitetlariga qo'shimcha grant asosida qabul qilinaman. Kelajakda men moliya va iqtisod sohasini tanlaganman va shu soha bo'yicha xorijiy universitetlarda tahsil olmoqchiman. Va olgan tajribalarim orqali O'zbekistonda katta bir mutaxassis bo'lib, o'z hissamni qo'shmoqchiman. Chet elda hozircha Yevropani, ya'ni Italiyan tanlab turibman. U yerda top 200 ga kirgan mashhur nufuzli universitetlar bor. Shulardan biri Sapienza universiteti. Shu yerga kirishga harakat qilyapman. yoshimda IELTS imtihonidan 7 natijani qo'lga kiritdim. Bunda menga yordam bergan oila a'zolarim, do'stlarim, ustozlarim, xususan ingliz tili ustozim Ikram va Dilafruz va maktabimiz direktoridan juda minnatdorman. Men bu natijani qo'lga kiritishim oson bo'lmadi. Bu yo'lda men o'z uyquyimni, o'z vaqtimni to'g'ri narsaga sarflaganimdan juda xursandman va men kelajakda eng mashhur universitetlardan biri Cambridge universitetiga grant asosida kirishni xohlayman va men buni harakatidaman. Men u universitetga grant asosida kirish uchun IELTS'ning o'zi yetarli emas. Shuning uchun men SAT kurslari va TOEFL'ni o'qishni boshlayapman. Birinchi bo'lib harakat qilish kerak. Harakat odamda o'zidan bo'ladi. Yosh chegarasi yo'q. Qanchalar erta boshlasa, shunchalar yaxshi. Chunki men ham mana 15 yoshimda IELTS'dan 7 oldim va menda universitetga hali beri topshirish uchun kamida 3 yil vaqtim bor. Va men bu 3 yil vaqtni to'g'ri sarflashni harakat etaman. Eng oliy maqsadim shu, kelajakda yaxshi inson bo'lib, ota-onamni yuzini yerga qaratmaslik. Til o'rganishda menga eng katta muammo bo'lgan narsa aksent degan narsa bor. Odamning talaffuzi juda xorijiy tildagi insonlarni o'z tilini talaffuzini chiqarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun taslim bo'lmaslik kerak boshdan. Ko'proq shug'ullanib o'z ishini ustasi bo'lish mumkin. Aksentini yo'qotish uchun ko'proq unga e'tibor bermaslik kerak. O'z yo'nalishida ketib, ko'proq speaking practice'lar qilib bu natijaga erishish mumkin. Эфталит, хионит, кидарит, хайковида, печать круг, араб,